Assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy baraka uylarida obunachilari. Bugun biz aynan Qarag'oyli mahallasidan yaxshi, chiroyli bir lokatsiyadan joy kerak. Umumiy maydoni o'sha 4-5 sotix deganlar uchun ayni muddao, ya'ni Zarafshon ko'chasi sentralniy hududda joylashgan. Xo'p, bu tomondan tushuntiradigan bo'lsak, hammaga ma'lum va mashhur o'sha eski hokim bog'imiz, ya'ni kottejlarning to'rida, ya'ni 6 sotixlar. Furqat ko'chadan to'g'ri bozordan tushib kelaverishda 6 sotixliklar kottejlar joylashgan. To'g'rimizda bu tomondan kelaverishda park, ya'ni istirohat bog'i, davlat idoralari juda ham yaqin. Bu yoqdan shunday chiqqaningizda Dehqon bozorining orqa tomoni bilan chiqasiz, bu tomondan chiqsangiz yoni bilan chiqasiz. Sentrga aynan bu joyimiz qoq markazda joylashgan. Umumiy maydoni 4 sotixdan iborat yer joyimizni video obzorini e'tiboringizga havola qilamiz. Dokument, gaz, svit, suvda muammosi yo'q. Dokument 100% toza. Bismillahirrohmanirrohim. Xo'p, bizni kiraverishimizda uzun bir ayvon kutib oladi, ya'ni to'y hasham yoki bo'lmasam tadbirlardan aynan mana shu yerda navbatcha qilib xohlasalaringiz dizayner deydi, ya'ni proyekt qiladigan arxitektor tanish akalarimiz bor. Hozir kecha kunduzda bu narsalar muammo bo'lmay qoldi. Bitta telefonga kirasiz, xohlagan rusumdagi imoratingizni proyektini chiqarib beradi. Umumiy sig'imi 4 talab mashina sig'ib ketadigan, ya'ni avtomobil sig'ib ketadigan uzun. Xo'p, darvozaxonadan kiraverishda ko'rib turganingizdek mana shu yerda imoratingizni boshlaysiz. Ya'ni 4 sotixlik joyimizga imoratni boshlaysiz. Quyoshga qaratib, ya'ni o'sha L shaklida qilib imoratchan qilsangiz, bu yerda огород qismi ham bo'ladi bemalol. Lokatsiyamizni yana bir marta tushuntirib o'tamiz. Shuhxon shahri Qarag'oyli mahallasi, Zarafshon ko'cha, ya'ni Zarafshon ko'cha qayerda deganlar uchun, ya'ni Furqat ko'chadan o'tirishda parkda o'rtaligida joylashgan. Umumiy maydoni 4 sotixdan iborat zo'r joy emas. Gaz, svet, suvda muammosi yo'q. Dokument 100% toza, pul ishtir sanaladi. Dokumentlarni o'tkazib beriladi notarialni. Xo'p, endi narx-navomiz qanaqa deganlar uchun narx-navomiz hozir kecha kunduzda Qarag'oylining aynan mana shu hududlarida yo'q qolaversa, o'sha ichkari hududlarda ham joyiga qarab, uzoq yaqiniga, sentrda uzoq yaqiniga qarab narx-navosi belgilanyapti. Eng arzon joylar o'sha ichkari tomonlar ham hozir kecha kunduzda Qarag'oylida shu 6,5 ming, 6 ming, 6200 dollar deyishyapti. Xo'p, endi akamiz bu yerda 6800 dollardan belgiladik, baholadik deyapti. Endi bu aytiladigan summa har doim bitta gapni aytamiz, bitta pachkani ko'tarib kelib, joyda ustida barakaga yetmaydi. O'shaning uchun bemalol pastda nomerlarni qoldiramiz, qolaversa o'zimizda 24 soat aloqadagi nomerlarimizni qoldiramiz. Maksimum o'sha Amerika Qo'shma Shtatlarida yoki bo'lmasam Rossiyada yoki umuman boshqa mamlakatlarda ham ishlaydigan ko'plab bizning kuzatuvchilarimiz bor. Aynan Qarag'oyli mana shu parkga, litseyga yoki bo'lmasam umuman davlat idoralariga ham, bu tomoni sentr, bozorga, masjidga yaqin joyda yaxshi bitta joy bo'lsa ayting deganlar uchun ayni muddao kelinglar, ko'ringlar. Agar joy ma'qul bo'ladigan bo'lsa 6800 dan o'tib beradigan joy bor albatta. Pastdagi nomerga telefon qilsanglar, o'zimizning bir yaxshi akaxonimizning joyi kelib olib ko'rsatadi. Ma'qul bo'ladigan bo'lsa Shodiyor Baxtiyorovich nomidan desanglar, chiroyli bir narxda kelishtirib mana shu joyda baraka qiladi. Sizlar bilan Shodiyor Baxtiyorovich, mana shu barakali uylar jamoasi Qarag'oylidan maksimum joy so'raganlar uchun bu videoni sekingina uzatib qo'yamiz.